Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabında biz bugün Abbasilarning 22. halifasi El-Mustakfi Billah degan sultanning hayoti bilan tanishib chiqamiz. Bu adam Hijriya 333 yildan Hijriya 334 yilga qadar, ya'ni taxminan 1 yilga yetmagan ahvol ostida hokimiyat qilishda o'ltirgan. Biz başta bir necha qitim deb o'tdik. Abbasilarning tarihi umum jihatdan ilib aytgan vaqtida 4 bosqichga bo'lingan. Birinchi bosqich nihoyat kuchli bosqich bu. Bu Hijriya 132 dan tortib Hijriya 32-32gacha bo'lgan oraliq. İkinci bosqich Hijriya 232 dan Hijriya 333-34gacha bo'lgan hozirgi oraliq. Mushu oraliq nihoyat o'zjil, bek aciz, bek zaif, özünün qulida haqiqiy huquq yo'q. Ko'p xalifalar o'ltirilgan, ko'zlari uyalgan, palangan, taxtdan tushirilgan bunda holatlarni ko'rdik. Burunqi adashlab qo'yildikidek bularning hokimiyati o'zining qo'lida emas, huquq qo'lida emas, turklarniki qo'lida. Endi keyingi 3 yil bu davr Farislarning Buvayhi ismli bir cemaatkilarniki Farislarniki kontrolligida. Demek İslam dünyası en aciz, en töven holatga tushib qolgan davr mush davr deyishki bo'ldi. Chunki bu davrda Shialarniki mayli sharqda, mayli g'arbda bo'lsin, Shialarning nufuzi nihoyat kuchaygan. Chunki bu Buvayhilar Shia mazhabida, Shia e'tiqodida Shialarniki huquq bo'lgan, bularning ishlari taraqqiy qilgan. Mustakfi Billah'niki asli ismi Abdullah. Bu Muktefi'nin oğlu buludu. Muktefi Mu'taziz'nin oğlu. Kunyası Ebul Qasim kunyasıyla meşhur. Bu adamınki anısımı didek bulup ismi Emlahun Nas deb nam bakın. Bunun manisi halayıqның en güzeli degan buludu bu hamda. Muttaqi Billah Hijriya 333 yılı sefer ida taxtdan tushgan vaqtida Abdullah yani Mustakfi Billah'a bayat berilgan. Bu vaqtida bunun yaşı 41 yaş. Bunun zamanında Tusun ölgen. Tusun deganimiz dastlab xalifini ko'zini o'yg'ini. Tusunning katibi Abu Ja'far Shirzat degan mu tang o'lgan bu davrda. Yo'q, Abu Ja'far Shirzat mamlakatning huquqni men qo'limga changilimga olay deb amdasta niyatni buzgandan keyin askarlarning hammasini akilib o'ziga qasamni qildirib qilgandan keyin hatto xalifa bunga ton sarpayni berib qilgan. Biroq Ahmad ibn Buvay Paris iqlimidan Bag'dodga besib kirgan. Bu vaqtida Abu Ja'far Shirzat yoshiringan. Ahmad ibn Buvay xilofat maqomiga kirib, xalifaning oldida turgandan keyin xalifa buningga ton sarpaylarni tartiqlagan. Chunki o vaqtida ton asosan shuni qo'llaganlikning bir isboti hamda. Buni Muazzud davlatni aziz qiluvchi degan hurmat nomini ato qilgan. Uning inisi Aliga Imadud davlatning Turkiya degan nomni bergan. Uning yana bir inisi Hasanga Ruknud davlatning bulungi, davlatning asosi degan nomni bergan. Hatta bularniki bu laqam nomlarini shu davrda qo'yilgan pulga qo'ygan. Mustakfi o'zini bu vaqtda İmamul Haqning imomi deb atagan. Bu so'zni ham shu davrdagi pullarga qo'ygan. Endi Muizzud davlatni kontrol qilib egallab bilishi va Mustakfi Billahning ko'zini o'yishi. Muizzud davlatning ishlari nihoyat kuchaygandan keyin xalifani bu adam har jihatdan cheklim qo'yib to'nglatgan ish izlarini. Hatta bu adamga kunligi 5000 dirhamdan pul bergan. Davlat moliyasini olib 5000 dirham pul berdi. Mushuni butun davlatning ishlariga chiqim qilishadi dedi. Mana bu deylemliklardan Iroqqa podshoh bo'lgan tunji adam Muizzud davlat. Hatta Bag'dodda pochtikash mush ishlarni tunji qitim izhor qilgan odam mushu.
Bunun üstüge bu adam şu devrdeki çilişçiler ve su üzdüğün adamlarga bekrak kızıqtırış ilip birip Bağdat'ınki yaşları şu vaqtida çiliş maharetini, su üzish maharetini egallagan. Hatta su üzerlediğin bir kısım gavvaslar qo'lida bir mesh, onun üstü bir qozon bor dedi. Oshini tutib turib su uzatdi dedi. Ay go'sht pishgan kadar su uzarlikdek mushtab bo'lib ketgan deb shunday ta'riflandi. Muizzud davlat Mustakfidin azroq shak shubha qilishga boshladi. 334-yili Jumadil oxir ida onun qishig'i kirdi-da, o'rnidan turdi, xalqlarni o'ziniki daraja mansablar bo'yicha o'rnidan turib, qo'l bog'lab turishdi. Deylemliklerden bu işkaylen keldi. Bu Muazzez devlet o'zi deylemlik. Deylem hozirgi Jilan. İran'daki Jilan ülkesi. Xalifaning qishig'i shundoq keldi-da, xalifa o'ylab turdi. Xalifamning qo'lini so'zmamdi, qo'limni so'ydiga o'xshaydi deb. Chunki ayni vaqtida xalifaninki qo'liga so'ydigan avval bor, hurmat asosida. Xalif shundoq qo'lni chiqargandan keyin so'yamiki deb. Bu ikisi karvattan xalifini tatib, yulup, yerga so'rab otdi. Sellisini so'rab, deylemliklar xilofat o'ylisini sarayga hujum qildi deydi. Hatta ayol haramxondan tatib, ayollining qashlariga chirib, bulang-talang qilib, uyda, sarayda hech narsa qolmadi. Muizzud davlat uyiga mangdi-yu, Mustakfi billani piyoda ilib mangdi. Bunu devletinin xilafet makamından g'ulutup ish ko'zini o'ydi bu kuni. Bunun xilafet vaqti 1 yil 4 ay bo'lgan edi. Eng bichara. Fazl ibn Muqtadirni akilib bununla bayat qilishdi. Fazl ibn Muqtadir hamda bu yana bir xalifaninki bolasi hamda. Ondan Tağısının oğlu Mustakfi hazırkı g'ulab ketken xalifa. Mustakfi Fazlning tağısının oğlu ikisi nevremde. Bir nevrini çürüp bir nevrini xalifilik qo'yavatdi-da. Xalifin qishga keldirib, mani xalifa deb e'lon qilsa, mani xalifa deb salom bersa deb majburladi-da. Mustakfi billah o'zining g'ulg'onligini, xilofatdan tushganligini guvohlik berish bilan birga maydonda anınğa xilafetlen salamı berdi. Bu adam Hicriye 338 yılı ölüp ketken kadar türmede yattı. Şu vaqtida 46 yaş. Ama lekin bu adamninki azroq şialik purqva adam idi deb sifatlanibdi. Demek muştun olan biz Abbasilarning 22. xalifasininki hayatı bilan tanışıp chiqdik. Biz keyingi dersimiz 23. xalifaning hayatı bilan tanışıp chiqamiz. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.